Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat o'zimning mashinamga bar o'rnatdim. Ko'p obunachilarimiz o'ziga o'rnatingchi, o'ziga o'rnatgandan keyin biz o'rnatamiz deb aytgandi. O'sha obunachilarimiz uchun mana Cobalt mashinasiga bar o'rnatildi. Endi glans rangidan qo'ydim o'zimga yoqqanligi uchun. Juda ham ko'plarda bo'layotgan savol, bo'layotgan narsa. Birin-ketin to'liq tushuntirib o'taman. Bu barimizda hech qayerga kesilmaydi, teshilmaydi, birga bir tushadi. O'zining skor sirchaklari joy-joyida qoladi. Mana ichidagi shaxtalari ham joy-joyida qoladi. Hech qanaqa samolyot qotirilmaydi. Hop, skoroska tushishlari juda ham yaxshi. Hozir ko'rsataman. O'rtada besprovodniy zaryadkalari bor. Shuni qo'ysalar telefon zaryadka olaveradi agarda besprovodniy zaryadkalaringiz bo'lsa. O'rtada USB port zavodskiy qoladi. Перекрутитель o'rtada bo'lardi. Bu yerga ko'chirilgan. Mana bu ham noqulaylik tug'dirmaydi. Zaryadchik bo'lsa tiqib qo'yamiz. Mana bemalol zaryad olaveradi bu yerdan. Endi barimizda rushnoy qismiga keladigan bo'lsak, mana rushnoy qismi tushadi, ko'tariladi. Joy-joyida qolgan bu. Ikkita podstakanchik bor, o'rtaga telefon qo'yib qo'ysak bo'ladi. O'zini baridan juda ham qulay, mana bu joy ketadi, o'rtada joy bor. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Sidana yurishga xalaqit bermaydi, mana. Umuman tegmaydi bir-biriga. Bu kojalar yaxshi ishlangan, mana. Yopilishlari ham xuddi malibu barga o'xshab yopiladi. Qo'lni qo'yib ketishga ham juda ham qulay. O'zimga yoqdi uchun mana shu barni tanlab qo'ydim. Ichidagi joylar o'ziga yarasha. Endi o'zini bariga o'xshab juda ham katta emas, o'zi bo'ladi, chiqib ketar ekan hamma narsa. Yopiladi. Zazorlariga bitta ahamiyat qilamiz. Hozir ko'rsataman. Zazorlari mana shunaqa tartibda bo'ladi. Birga bir tushgan zazorlar hammasi. Uzoqdan ko'rinishi qotirlagan joyi ham bor. Hop, mana hozir orqadan ko'rsatib o'taman. Orqadan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerga orqaga zaryadchik ham qo'ydik. Bu alohida summa bo'ladi bu. Alohida summa bo'ladi. Mana zaryadchik ham turibdi. Orqadagilar foydalanib ketaversa bo'ladi. Barimizning orqadan ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Mashinaning ko'rikini ochib turibdi. Orqada umuman joy tor bo'lib qolmagan, oyoqlar ketadi bemalol. Umuman qimirlamaydi bar. Hammasi joy-joyida turadi. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Surxondaryolik ko'p obunachilarimiz bizni kutishyapti. O'sha uchun 12, 13, 14, 15 noyabr kunlari Surxondaryo Termiz shahrida bo'lamiz. 5 kun. Hop, 4 kun, 5 kun shaharda bo'lamiz. Shu 12-chisloodan 15-chisloogacha bemalol kelib xizmatlar qildirsalaringiz bo'ladi. Kruz kontrolga aksiya berib qo'yibmiz. 390 ming so'mga avarinkalari bilan hamma narsalar ichida qo'yib beryapmiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz kecha video qo'ydim. Hammasi yozishib, spiska qildirib o'tyapti. Shu uchun bemalol bargam zakaz qilsalaringiz bilan narxiga kelsak, hammaga narx qiziq. Barimiz narxi o'zi qimmat qo'ymaganmiz. Bo'lish narxi 650 ming so'm bo'ladi barimizda. O'rnatib berishi 150 ming so'm bo'ladi mana shu barimizda. Mana bu zaryadchik alohida 50 ming so'm turadi. Agar kerak bo'lsa qo'ydirsalaringiz, kerak emas bo'lsa zaklushkasi ham bor, tiqib qo'ysalaringiz shunaqa holatda ham turaveradi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Hammaga tavsiya qilib qolamiz barimizda. Juda ham zo'r holatda turadi. Komfort xohlaganlar uchun malibu bar qo'ydiraman, unaqa. Rushniklar joy-joyida qolgan, qishda muammo bo'lmaydi. Rushnik va malibu qo'ysalaringiz rushnik muammo bo'lib qoladi. Shu uchun keyin joylari ham tor bo'lib qoladi. Shu uchun muammo bo'lmasligi uchun shu barni tavsiya qilib qolamiz. Tanishtirib tarqatib qo'yamiz maksimal shu videoni. Shunday xizmatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol qildirib o'tingizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat.